Bu blogerlarda reklama olib, lekin sotuv qila olmayotganlar uchun 3 qadamli yechim nomli video dars. Ismi Mahliyo oxirgi 2 yil davomida O'zbekistondagi 100 dan ortiq blogerlar bilan hamkorlik qilib, mana shu loyihalar bo'yicha umumiy faqatgina influence voronkasini o'zidan $200,000 dan ortiq sotuvlarni amalga oshirdik. Bizga va'da qilingan yechimlarga o'tishdan oldin, keling oldin O'zbekistondagi influence marketing bozori haqida sizga qisqacha ma'lumot beraman. 1-2 yil oldin ham agar Instagramda bo'lsangiz yoki marketing sohasidasiz, katta ehtimol bilan blogerlardan reklama olsangiz, bitta reklama olsa va storiesga bitta atmatka qilsa, sotuvlar bo'lgan va sotuvlarga ta'sir qilgan, yaxshi natija bergan. Lekin hozirda unaqa natijalar olish, nima deydi, juda ham qiyin bo'lib qolgan. Bloger bitta storiesda atmatka bilan sizga hech qanaqangi sotuvlar olib kelib bera olmaydi katta ehtimol bilan. Nimaga? Bunga asosiy sabab oddiy. Ya'ni hozirda Instagramda bloger ham ko'p, blogerga reklama beradigan reklamodatelь, ya'ni tadbirkorlar ham juda ham ko'payib ketgan. Shuning uchun auditoriyada baribir ishonchsizlik oshib ketgan desak ham bo'ladi. O'zi aslida marketingda influence voronkasi eng effektiv voronka hisoblanadi, ya'ni sotuvlari baland bo'ladigan, ularning gapini, ularning tavsiyasini yaqin do'stini tavsiyasidek qabul qiladi. Qaysidir kinoda ko'rgan yulduzini tavsiyasi unga sal uzoqroqdek, baribir orada distansiya, masofa bordek his qiladi, lekin har kuni kuzatadigan blogerlarning tavsiyasi odamlarga yaqin do'stinday tavsiyasidek tuyuladi. Blogerlar oldingi reklamalari hozir ham bunaqa bo'lishi mumkin, o'zida sinab ko'rib, ya'ni hayotini ichida ko'rsatgan. Ya'ni men shu narsani sinab ko'rdim, mana sizlar ham ko'ringlar, men bugun shunaqa kiyim oldim, men bu restoranga borib ovqatlandim degan format bo'lgan. Ya'ni u rostdan ham o'sha mahsulotdan foydalanishini, rostdan ham o'sha kiyimda yurganini, yo rostdan ham o'sha mashinani haydashini auditoriyasi ko'rgan va bitta storiesda yoki bitta kontentda emas, doimiy ko'rib borganlarida sotuvlar baland bo'ladi. U rostdan ham u narsadan foydalanadi, ishonchli deb hisoblaydi auditoriyasi. Lekin hozir unaqa bo'lmay qolgan. Influence marketing, ya'ni blogerlardagi reklamalar yaxshi ishlamayotgani, sotuv bo'lmayotganining asosiy sababi pul berdi, reklama qildi. Ya'ni mana shunaqa formatga o'tib qolgan. Aslida bunaqa bo'lishi kerak emas. Bloger reklama qilishdan oldin birinchi o'rinda talab qo'yish kerak. Ya'ni reklamodatelь ham talab qo'yish kerak. Meni mahsulotimni birinchi sinab ko'ring, o'zingiz ko'ring, sizga yoqsa keyin reklama qilib berasiz degan gapni ishlatish kerak va boshqa instrumentlar ham bor, ya'ni sotuvni oshirish uchun. Unga yana keyingi video davomida ko'rib chiqamiz, lekin boshida mana shundan boshlash kerak. Ba'zi blogerlar ham bor, nimanidir reklama qilishdan oldin o'zi so'rab oladi. Ya'ni men oldin u narsani sinab ko'rishim kerak, ya'ni xizmat ko'rsatishingizni ko'rishim kerak, keyin men u narsani reklama qila olaman auditoriyamga, chunki auditoriyam meni har bitta gapimga ishonadi deb mas'uliyatni his qiladigan blogerlar ham yo'q emas, bor, lekin bular cheklangan va ulardagi reklama narxi qolganlarnikiga qaraganda qimmatroq bo'ladi va bu to'g'ri. Va eng katta sotuvlarni ham aynan shunday blogerlar keladi. Shuning uchun birinchi qadamimiz aynan shu bo'ladi, ya'ni filtr o'rnatish. Siz har qanaqangi blogerda reklama olishingiz kerak emas. Bizda shunaqa holat bo'lgan, bitta loyihada ishlaganda, qaysiligini aytmayman. Bizani eng katta boshlig'imiz, ya'ni investorga qaysidir bloger yoqsa, biz o'shanda reklama chiqarardik. Ya'ni unaqa bo'lishi kerak emas. Ya'ni investorga yoqdi degani u biznesiga ham to'g'ri keladi, o'sha blogerda reklama olish sotuvlarga ta'sir qiladi degani emas. Aniq filtrlar bo'lishi kerak. Hech qachon kimgadir yoqqani uchun, obunachisi ko'p bo'lgani uchun yoki bloger o'zi chiroyli bo'lgani uchun yoki reklama olinishi kerak emas, aniq filtrlar bo'lishi kerak. Xo'p, qanaqa filtrlar bo'lishi kerak? Mana shu narsani hozir ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi qadamimiz to'g'ri tanlov, filtring. Ya'ni blogerning auditoriyasi sizning mijozingiz ekanini qanday tekshirasiz? Ya'ni siz o'zingiz auditoriyangizni bloger auditoriyasiga to'g'ri keladimi yo'qmi tekshirishdan oldin siz o'zingiz auditoriyangizni bilishingiz kerak. Bu katta ehtimol bilan bu videoni marketologlar va shu sohadagi insonlar ko'radi va buni bilishadi. Birinchi o'rinda demografiyasi, ya'ni sizni mahsulotingiz faqat Toshkent auditoriyasi uchun mo'ljallangan bo'lsa, siz viloyatdagi blogerdan reklama olishingiz kerak emas yoki blogerdan so'rashingiz kerak bo'ladi. Auditoriyasining eng katta qismi qayerdaligi, Toshkent, Samarqanddaligini ko'rsatib turadi. Agar 33% dan yuqori yoki 30% dan yuqori auditoriyasi Toshkent bo'lmasa, viloyat bo'ladigan bo'lsa, siz u blogerdan reklama olishingiz shunchaki sliv byudjetda, ya'ni byudjetni shunchaki isrof qilish bo'ladi. Shuning birinchi o'rinda shunga ahamiyat berish kerak. Ya'ni demografiya deganda, ya'ni yoshi. Ya'ni sizni auditoriyangiz o'rtacha yoshi bilan blogerning auditoriyasining o'rtacha yoshi to'g'ri kelishi kerak. Deylik, sizni mahsulotingiz ingliz tili kurslari, ya'ni
abituriyentlar yoki studentlar uchun mahsulot, produkt bo'lishi mumkin. Lekin siz mama blogerlarga reklama qildiryapsiz. Ya'ni uni eng katta auditoriyasi 25 dan yuqori bo'lgan auditoriyaga reklama qildirsangiz, katta ehtimol bilan natija bo'lmaydi. Nimaga siz noto'g'ri joydasiz? Bu narsaga ham ahamiyat berish kerak. Axvati, lokatsiya, bular hammasi muhim hisoblanadi. Agar siz storiesda reklama olmoqchi bo'lsangiz, storiesini axvatlarini so'rashingiz kerak. Ya'ni storiesda reklama olyapsiz, o'rtacha CPM degan narsa bor influence marketingda. CPM sizga qanchaga tushyapti, ya'ni $5, $10 shunaqasini hisoblab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Bu juda ham muhim. Blogerning kontent sifati va mavzusi kompaniya brendiga mosligi. Blogerni kontent sifati va uni mavzulari, tematikasi sizni brendingizga mos bo'lishi juda ham muhim. Uchinchi tekshirishimiz mumkin bo'lgan usul bu blogerning reputatsiyasi. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Ayniqsa siz ta'lim yo'nalishidagi siz loyihalarda ishlasangiz, bu juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni blogerda oldin qanaqadir negativ hype bo'lgan bo'lishi mumkin yoki auditoriyasi bor, lekin uni yaxshi ko'rgani uchun emas, shunchaki kuzatadigan insonlar ham bor. Ya'ni auditoriyasi bor degani bu uni yaxshi ko'rib kuzatadigan degani emas. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz. 1 yil oldin, adashmasam-da, 1 yil oldin shunaqa voqea bo'lgandi. Menimcha buni bilasizlar. Bir mashhur brend, Toshkentdagi brend, bitta blogerdan reklama olgan. Reklama olganda auditoriyasidan massive hype ga uchragan. Nimaga? Undan oldin u reklama olgan blogeri negativga uchragandi. Ya'ni shu ijtimoiy eksperiment o'tkazib ko'rib, video olib, shu ekologiyaga zarar bergani uchun auditoriyasi tomonidan, auditoriyasi emas, umumiy jamiyat tomonidan hate ga uchragan blogerdan brend reklama olgan. O'sha payt shunaqangi holat bo'lganda, qiziq holat bo'lgan. O'sha brendni Instagramini prosta deaktivировать qilib qo'yishgan. Biz topa olmaganmiz poiskdan. Nimaga? Chunki auditoriya massive hamma joyda video tarqagan, kirib, mana shu brendga boykot e'lon qilamiz. Ya'ni boykot, bilasizlar, Instagramga kirib ban bersa bo'ladi. Ya'ni bir nechta odam bir vaqtning o'zida agar o'sha akkauntga kirib, kontentiga жаловаться qiladigan bo'lsa, u akkauntni blok qilib qo'yishi mumkin. Instagram, ya'ni auditoriyaga noto'g'ri informatsiya tarqatyapti deb. Shuning uchun o'sha brendning Instagramini ma'lum bir vaqtga deaktivировать qilib qo'yishgan. Biz poiskdan ham hech qayerdan topa olmaganmiz. Shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni brend tasavvur, mana bu yerda eng noto'g'ri misol bo'lgan. Hech qachon brend blogerdan reklama olib hate sotib olish kerak emas. Ya'ni o'shanda shunaqa vaziyat bo'lgan. Brend o'ziga hate sotib olgan. Bu jahonda ham juda ham misollar ko'p. Faqat biz o'zimizda, ya'ni mahalliy brendlar o'rtasida baribir ko'proq ishlaymiz O'zbekiston bozorida. Shuning uchun shuni misol keltirdim. Qaysi brend va qaysi bloger haqida gapirganimni agar bilgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib keting. Qanaqa holat bo'lganini siz ham bilganmidingiz? Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Bunaqa keyslarni razbor qilish imенно influence marketingda. Oldingi reklama natijalari, bu ham juda ham muhim. Ya'ni blogerni tanlayotganingizda oldingi reklama natijalarini ham ko'rish kerak. Ya'ni unda axvat qanaqa bo'lgan, ya'ni ko'p blogerlarda PR accounti bo'ladi, shunga e'tibor bersanglar bo'ladi. Oldin reklama qilgan yaxshi natija bo'lganlarini screenshot qilib o'sha PR accountiga post qilib qo'yishadi yoki o'zini o'sha akkauntiga aktualligiga qo'shib qo'yishadi. Ya'ni meni natijalarim, odzivlarim, reklamalardan odzivlar deb qo'yishadi. Bunga ham ahamiyat berish kerak. Shunda sizda primerno ожидание hosil bo'ladi. Mana shu blogerdan reklama olsam, shuncha rezultat bo'lishi mumkin ekan, shuncha klik, shuncha lead yoki shuncha sotuv bo'lishi mumkin degan tasavvur hosil bo'ladi. Bu ham juda ham muhim. Ikkinchi qadamga o'tamiz. Ikkinchi qadam bu juda ham qiziq. Ikkinchi qadam, ya'ni blogerdan reklama olganingizda sotuv bo'lishi uchun birinchisi filtr qo'yish bo'lsa, ya'ni to'g'ri blogerni tanlash bo'lsa, ikkinchisi bu offer. Offer ya'ni taklif. Ya'ni siz blogerdan to'g'ri bloger topdingiz, xo'p, endi u blogerga nima deb reklama qilishini aytishingiz kerak bo'ladi. Mana shu narsa offer bo'ladi. Qisqacha tushuntirganda, bilaman siz ham aniq ko'rgansiz Instagramda shunaqa reklamalarni. Kiyimga ham, kiyim reklama qilganda ham, oyoq kiyim reklama qilganda ham, qanaqadir shirinlik, joy reklama qilganda ham asal, shirin degan so'zlarni ishlatadigan blogerlar menimcha g'ashingizga tegadimi yo'qmi, lekin meni to'g'risini aytsam g'ashimga tegadi bunaqa narsalar. Ya'ni kiyimni ko'rsatsa ham asal kiyim, asal oyoq kiyim, asalni ko'rsatsa ham asal, shirin narsani ham asal. Bu juda ham noto'g'ri narsa hisoblanadi. Offer bo'lmaganda blogerlar shunaqa reklama qiladi, ya'ni unga aniq tizim berilmaganda. Bloger aniq tushunishi kerak, siz haqingizda qaysi so'zlarni aytish kerak yoki aytish kerak emas. Ma'lum bir baryerni, ya'ni odamlarning tasavvuridagi fikrni siz reklamangiz orqali yechish kerak. Sotuv bo'lishi uchun ham bu juda ham muhim, to'g'ri offer berish. Mana shu narsani reklama qilib ber desangiz, unga u nima deydi? Shokoladni oladi. Ustidan mana buni rangi qizil deyish mumkin. Bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Sovg'a berayotganingizda, misol uchun, udobno deb, qulay bo'ladi. Odamni birinchi ko'rganda yaxshi taassurot uyg'otadi deyish mumkin, to'g'rimi? Ya'ni u ustidan reklama qiladi.
agar o'sha insonga shokoladni yeb ko'rib keyin aytgan, keyin reklama qilgan, siz u yeganda, ya'ni yeb ko'rganda unda qanaqa chuvstvalar bo'ldi, emotsiyalari haqida gapiradi, qanaqa ta'mni sezdi. Birinchi tishlaganida uni miyasida birinchi kelgan emotsiyalar, qanaqa ta'mlar keldi, shular haqida gapiradi. Blogerlarda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Shunaqa reklamalar juda ham yaxshi natija beradi. Bu o'zimni shu oxirgi 2 yillik tajribamdan kelib chiqib ayta olaman. Ya'ni men asosan ta'lim proyektlarida ishlaganman. O'zini farzandida, ya'ni bolalar uchun kurslar bo'lgan, farzandida sinab ko'rgan, o'zi mana shu ustida turgan, ya'ni natijalarni ko'rgan blogerlar juda ham zo'r reklama qiladi. Ya'ni ichiga kirib, biza tizida bermagan, ya'ni o'zi qanaqa his qilgan bo'lsa, o'sha his qilganini auditoriyasiga yetkazadi va bu narsani auditoriya sezadi. Baribir sun'iylikni hozir Instagramda bu juda ham ommalashib ketgan, odamlar sezadi bu narsani va farqlay oladi bu reklama shunchaki reklamami yoki bu bloger buni rostdan ham o'zi boshdan o'tkazib keyin aytayaptimi degan fikrni auditoriya juda ham yaxshi farqlay oladi hozir. Shuning uchun ham muhim shunchaki pulini berdi, reklama qildi degan formatdan qochish kerak. Agar sizga blogerlardagi reklama like yoki komment uchun, axvat uchun emas, aynan sotuv uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsalarga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Va nihoyat 3-qadamga ham yetib keldik. Keling, unda oldin birinchi va ikkinchi qadamni bitta takrorlab olamiz. Birinchisi biz filtr qo'ydik blogerga, ya'ni to'g'ri blogerni tanlab oldik. Uni nima deyishi, ya'ni qanday reklama qilishi bo'yicha unga tizi, aniq konkretni tizi berdik va uchinchisi endi bizga klient kelyapti. Biz uni issiqligida, biz haqimizda o'ylab turganida, ya'ni biz haqimizdagi fikrlar, ya'ni blogerdan o'sha emotsiyani oldi, o'sha emotsiyasi o'chib qolmagungacha, boshqa yoqqa o'tib ketib qolmaguncha biz unga qayta aloqaga chiqishimiz kerak. O'shanda sotuvlar baland bo'ladi. Ya'ni issiqligida o'sha lead bilan ishlashimiz kerak. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda siz undan keladigan mijozlarni qayerda olib qolasiz yoki qayerga yo'naltirasiz. Telegram profil bo'lishi mumkin, Telegram bot yoki landing page orqali siz o'sha CRM ga ulangan bo'ladi. Uni обработка qilish, ya'ni lead bilan qayta ishlash uchun qayerga yig'asiz, shu aniq bo'lishi kerak. Ya'ni 3-qadamda reklamadan o'tgan odamni qanday qilib issiqligida ushlab qolish va sotuvga aylantirishni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Menda shu paytgacha ishlab kelgan sxemani tushuntiraman. Birinchi o'rinda bloger storiesi bu yerda bo'ladi. Hoji Akbarxon qo'yib qo'ysam, bloger storiesi bo'ladi. Landing page, ya'ni bloger storiesidan landing page ga o'tadi. Landing page dan zaявка CRM ga tushadi va CRM da sotuv bo'limi lead bilan ishlashadi. Ya'ni o'sha vaqtni o'zida e'tibor berish kerak. Leadlar sovib qolmasidan tez aloqaga chiqsa, konversiyalar baland bo'ladi. Bu amaliyotda, ya'ni bizning tajribamizdan o'tgan sotuvlar baland bo'lishi uchun lead sovib qolmasidan, ya'ni CRM ga tushish bilan sotuv bo'limi qayta ishlash kerak leadlarni. Blogerlar voronkasidan keladigan leadlar boshqa voronkadan keladigan leadlarga nisbatan iliq bo'ladi va sotuv bo'limiga aynan shu leadlarni yopish, ya'ni sotuv qilish osonroq bo'ladi, konversiyasi ham baland bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu sxemadan foydalanish orqali sotuvlarni 3 va 5x ga oshirish mumkin bo'ladi. Videoni boshida 3 ta qadam degandim, lekin qo'shimcha bu bonus qadam ham analitika albatta bo'lishi kerak. Ya'ni blogerda reklama oldi, bo'ldi sotuv bo'ldi, bu hammasi zo'r, o'sha to'xtamaydi. Bu narsa baribir davomiy bo'lishi kerak, ya'ni analitika. Blogerdan reklama oldingiz, analitika qanaqa bo'ladi? Blogerda reklama chiqqandan keyin undan storiesni statistikasi so'rash kerak. Ya'ni o'sha storiesda nechta odam ko'rdi? Ya'ni siz reklama olmoqchi bo'lgan, reklama oldingiz, siz reklamangizni nechta odam ko'rdi? Nechta odam siz bergan silkaga bosdi? Ya'ni nechtasi auditoriyaning necha foizi sizning mahsulotingizga qiziqish bildirdi? Mana shu narsalarni o'lchashingiz kerak. Nechtasi lead bo'ldi, qancha sotuv bo'ldi? Ya'ni analitika ham juda ham muhim hisoblanadi. Sizda white list paydo bo'ladi shunda. Ya'ni white list nima degani? Ya'ni sizda har doim yaxshi effekt beradigan blogerlar spiskasi bo'ladi. Shunaqa qilib shakllantiriladi. Blogerlarda sotuv qilish sxemasi bo'yicha yil davomida ishlatgan instrumentlarimiz mana shular. Ko'rib turganingizdek, blogerlarda reklama orqali $200,000 dan ortiq sotuv amalga oshirish bu shunchaki tasodif yoki omad emas, bu aniq filtr qo'yish, blogerlarga to'g'ri offer berish, ularni to'g'ri analitika qilish va ular bilan kommunikatsiya qilish hisoblanadi. Men oxirgi 2 yil davomida o'zimda ishlagan sxemani sizlarga qisqacha tushuntirib berishga harakat qildim. Agar siz ham ism menejer bo'lishingiz mumkin yoki marketolog bo'lishingiz mumkin yoki biznes egasi, siz ham o'zingizni ishingizda yoki biznesingizda influence voronkasini to'g'ri yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana Telegram kanalimga obuna bo'ling. Bu yerda yoki bu yerda Telegram kanalimizda chiqadi. U yerda o'zimni tajribalarimni bo'lishib boraman. Ya'ni qaysi blogerda qaysi offer bilan reklama bersam yaxshiroq natija bo'ldi yoki
qaysi biri yemadi, ya'ni reklama olgan byudjetimiz o'zini oqlamadi. Shunaqa holatlar ham bo'ladi baribir. Lekin qaysidir biri yaxshi beradi, qaysidir biri yaxshi natija bermaydi. Shularni o'zimning tajribalarimni bo'lishib boraman. Agar qiziq bo'lsa obuna bo'ling. Aynan influence marketing bo'yicha YouTube da ham, Telegramda ham yoki Instagramda ham o'zbek tilida blog olib boradigan, ya'ni kontent qiladigan insonlarni topa olmadim, to'g'risi. Detalli ma'lumot beradigan. Shuning uchun qaysidir ma'noda o'zbekcha kontentlar, ya'ni foydali kontentlar ko'payishiga o'zimning hissamni qo'shmoqchiman. Meni ko'rib turgan tanishlarim yoki do'stlarim bo'lsa, iltimos podдержка qilib qo'yinglar. Sizlarni podдержкалар men uchun juda ham muhim, chunki mana shu yo'nalishda kichik bo'lsa ham o'zimning hissamni qo'shmoqchiman. Boshqa insonlarga foydali bo'ladigan videolar, ya'ni tajribamdan o'tkazgan narsalarimni bo'lishib bormoqchiman. Короче, shunaqa podдержка qilib qo'yinglar. Rahmat. Telegram kanalimga obuna bo'linglar. Oxirgi chiqqan blogerlarim qanaqa natijalar bo'ldi, natijalarim bilan bo'lishib boraman. Hammaga rahmat. Hoji Akbarxon videolarni tez montaj qilib ber.